Sonni o'nlik, yuzlik va mingliklarga bo'lish. Qarang va o'rganing. Birinchisidan boshlaymiz. Demak, A variantda 60 ni 20 ga bo'ling. 60 ni 20 ga bo'lishda biz 60 ni birinchi 10 ga, keyin 2 ga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni 20 bu 2 ko'paytirilgan 10 bo'lganligi uchun biz 60 ni birinchi 10 ga bo'lamiz, keyin 2 ga. 60 bo'lingan 10 bu oxiridagi 0 ni o'chirib qo'ysak javobimiz 6 bo'ladi va buni 2 ga bo'lamiz, natija 3 kelib chiqadi. Ushbu demak javobni belgilab olamiz. Ya'ni 60 bo'lingan 10 teng 6, 6 bo'lingan 2 bu 3. Natija 3 chiqdi. Mana bu yerda demak yozib oldik va tekshirish maqsadida chiqqan natijani, ya'ni 3 ni biz 20 ga ko'paytiramiz. 3 kere 20 bu 60 ga teng. Demak, natijamiz to'g'ri bo'lgan. Endi B variantini ko'ramiz. 540 ni 60 ga bo'ling. 540 bo'lingan 60. 60 bu 6 ko'paytirilgan 10 ga teng. Mana bu yerda yozsak bo'ladi. 60 bu 10 va 6 ning ko'paytmasiga teng. Va 540 ni 60 ga bo'lganda biz 540 birinchi 10 ga, keyin 6 ga bo'lsak bo'ladi. 540 bo'lingan 10 bu oxiridagi 0 ni o'chiramiz, 54 bo'ladi. 54 ni 6 ga bo'lamiz. Natija 9 kelib chiqadi. Men quyidagi qulay usulda ham bo'la olaman deb bu yerda 540 ni birinchi 6 ga bo'ldi. Keyin chiqqan natija 90 ni 10 ga bo'lib javobni 9 chiqardi. Bunday yo'lda ham bajarsa bo'ladi. Ya'ni birinchi yo 10 ga, keyin 6 ga yoki birinchi 6 ga, keyin 10 ga bo'lsa bo'ladi. Endi tekshirish maqsadida chiqqan javobni, ya'ni 9 ni biz 60 ga ko'paytiramiz. Shunda natijamiz 540 chiqadi. Demak, yechganimiz bu to'g'ri bo'lgan ekan. Endi C variantini ko'ramiz. Unda 2080 ni 80 ga bo'ling. 80 o'zi bu 10 va 8 ko'paytmasiga teng. Demak, 2080 ni 80 ga bo'lishda biz birinchi uni 10 ga, keyin 8 ga bo'lsak bo'ladi. 2080 ni 10 ga bo'lamiz, oxiridagi 0 ni o'chirsak 208 bo'ladi va bundan 8 ni bo'lib yuborsak natijamiz 26 kelib chiqadi. Buni ham belgilaymiz. Avval sonlarni chamalab keyin bo'ling. Ya'ni 2080 bu taxminan 2000 ga yaqin son, 80 esa 100 ga yaqin son. 2000 ni 100 ga bo'lsak 20 kelib chiqadi. Bizda esa 2080 ni 80 ga bo'lganimizda 26, ya'ni 20 ga yaqin son chiqqan edi. Endi savol bor, topilgan javob maqbulmi deganda biz ha deb javob beramiz. Endi tekshirishda esa mana bu yerda demak tekshirish bu kalkulyatorda demak hisoblash kerak bo'ladi. Biz keling o'zimiz tekshirib ko'ramiz. Ya'ni chiqqan natija 26 ni biz 80 ga ko'paytiramiz. Bu necha bo'ladi? 26 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 10 natijaga teng. 26 kere 8 ni hisoblaymiz. 8 kere 6 48, 4 adilda 8 kere 2 16, 4 bilan demak 20 bo'ladi. 208 orqasidan demak 0 yozamiz, ya'ni 2080 bo'ladi. Demak, biz boshida ham 2080 ni 80 ga bo'lgandik. Buni tekshirish maqsadida demak chiqqan natijani biz 80 ga ko'paytirdik. Kalkulyatorda siz mustaqil ravishda 2080 ni 80 ga bo'lib hisoblab natijani to'g'ri ekanligini ko'rsangiz bo'ladi.